O'zim haqimda gapirib beradigan bo'lsam, sizlarga men shunaqa omadsiz odammanki, ko'rsatuvda ham mana birinchi ishtirokchi sifatida sinab ko'rish uchun meni chaqirishdi. Va yana shunaqa omadsiz odammanki, omadsizlar o'rtasida musobaqa o'tkazilgan va ana shu musobaqada ham 2-o'rinda olganman. Sezyapsizlar qanaqa omadsiz odamligimni. Endi stand-upga keladigan bo'lsak, mana qarshimdagi stoyka. Stand-upga chiqsam savol beraman deb yurardim. Men shu stoykani nima uchun qo'yishadi deb. Baribir mikrofonni qo'lga olib gapiradi hamma, to'g'rimi? Buni men tushunmaganlarga tushuntiraman. Stoyka mikrofon. Buni ko'plab san'atkorlarning oldida ko'rasizlar, ya'ni qo'lida gitara bo'lsa, qo'li band bo'ladi uni. Ya'ni u boshqa a'zosi yo'q mikrofon ushlashga. Endi savol, stand-upda nima qilish mumkin bu? Yo'q, bir gitaristlar ham chiqishni boshladimi stand-upga? Qiziqda stand-up shu narsalari bilan qiziq. O'zi stand-up so'zining ma'nosi o'rningdan tur degan ma'noni bildiradi, inglizchada olib qaraydigan bo'lsak. Shuning uchun mana shu stol qo'yiladi. Stand-up deganda hamma turib, sekin gapirishni boshlash kerak. Bu stol ham o'rnidan turg'izish uchun qo'yilgan. Endi ingliz tiliga kelsak. Ingliz tilida welcome degan yozuv bor, biladi hamma. Meni paytimda ingliz tili darsiga kirganimda welcome nimaligini o'sha darsga kirib bilganman. Oyoq tagiga solinadigan gilamchani brendi deb o'ylardim men uni. Shunchalik omi bo'lish mumkinmi odam? Ingliz tilida keyin IELTS degan narsa bor, hamma biladi. IELTS olish juda qiyin. Maksimal bali 9. Ko'pchilik ola olmaydi, harakat qiladi. Men agar ingliz tilidan IELTS 9 ball olishga harakat qilmoqchi bo'lsam, IELTSning maksimal bali bir 30-35 lar atrofida bo'lish kerak. Shunchalik ilmimni o'zim solishtirib ko'ryapman. O'zim haqimda gapirishda davom etaman. Men yana shunaqa mehribon odammanki, mabodo baliq yesam, hali o'lib qolmasin bechara deb orqasidan suv ichib yuboraman. Mehribonlik darajasi shunday bo'lsa kerak. Yana o'zim haqimda gapirishda davom etaman. 7 yil davomida ichmadim, chekmadim, qizlar bilan yurmadim. Shu maktabga 1-sinfga bordim-u, aynidim keyin. O'shadan boshlandi hammasi. Endi maktabga keladigan bo'lsak, hamma, почти hamma nimadir ayb ish qilsa, o'qituvchisi burchakka turg'izib qo'yardi. Kimda bo'lgan shu holat? Ko'pchilikda bo'lgan. Lekin meni burchakka ham turg'izmagan o'qituvchilar. Tashqariga chiqarib yuborardi. Tashqarilarda yurardim. Chunki burchakda ham nimadir ish qilardim men. Davom etamiz. Maktab temasidan uzoqlashmaymiz. Maktabda bitirganimga 10 yil bo'lgan bo'lsa, sinfdoshlar bilan gruppamiz bor bizni ham. Sizlarga o'xshagan, hech kim yozmaydigan gruppa. O'shani men kecha kirib, juma muborak qilib o'zgartirib qo'ydim. Boshqa hech nima yozilmayapti-da baribir. Shu o'zgartirishim bilan sinfdoshlar yozishni boshladi. Yaxshi qilding, palon pismadon. Keyin bir ikkita maqtanchoqlari bor ichida aka. Shunaqa maqtanadi. Agar sizlarda ham bo'lsa qarshi echalasizlar. Qarang, Gentra olganda tuning qilgan uni. Ikkita Malibu'ning pulini tiqqan haligi Gentraga. Endi u tuningning ichida nima bor? Malibu Roll, Malibu Fara, Malibu Bumperlar, Malibu Salon. Xullas, Malibu'ning nimasi bo'lsa qo'ygan. Keyin men yozib yubordim. Shuni o'rniga Malibu olsang bo'lmaydimi deb yozib yuborsam, Malibuga pulim yetmadi-da deydi. Parozat qiladi. Shundoq ham tiqibdi Malibu'ni o'zi. Yana bittasi bor. Pravo olganini maqtanyapti. Pravo oldim, endi piyodalar soni bittaga kamaydimish. Men uni bilaman, u qanaqa haydashini. Davomiy bo'ladi hali, kamayish bitta bo'lmaydi. Hali 2-3 ta haftalab kamayishda davom etadi hali. O'qish temalarini ko'p gapirdim. Endi bir ikkita temalar ham bor, gapirish kerak bo'lgan. Ko'pchilik qizlarda e'tibor berganman. Bo'yi past bolalar bilan gaplashishni yaxshi ko'rishadi. Nimaga shunaqa qizlar? Men o'ylab bitta javob topdim. Boshiga chiqib olish osonroq bo'ladi-da. Bo'yi pastroq bo'lsa. Endi bo'yi past bolalarni gapirdi demanglar, bo'yi past qizlarni ham gapiraman. Bo'yi past qizlar bilan gaplashganinglarda bitta yaxshi, bitta yomon tomoni bo'ladi uni. Yaxshi tomoni urushib qolasiz-ku, yuzingizga shapaloq ura olmaydi. Pastda.
Yomon tomoni ham bor. Yerdan tosh olish osonroq ularga. Egilib, ko'ryapsiz. Qizlar temasida davom etamiz. Masalan, ko'p qizlarda men e'tibor berganman. Xafa qilib qo'yasiz-ku, mabodo. Eslab qoladi. Yilini, oyini, kunini, soatini, minutini, sekundini ham eslab qoladi. Lekin gazga qachon choy qo'yganini eslab qola olmaydi. Bu qizlarni men hech tushunmayman. Yana hozirgi qizlar shunaqa 40% qizlarda kontraktda o'qiydi. 60%ni yigiti bor. To'g'risida, chunki kontraktda o'qiydigan qizlar kamdan-kam bolalar bilan gaplashadi. Rasxodi bor, uni qoplash kerak, to'g'rimi? Endi gapimni oxirini bitta narsa bilan tugataman. Ko'p masalan o'qish temalarida, qizlar temalarida gapirdim. Endi umumiy hamma to'g'risida bitta mavzu bilan yakunlamoqchiman. Hozir ko'p odamlar ancha boyib qoldi oldingiga qaraganda, to'g'rimi? Hozir ancha odamlarda pul bor. Buni men qayerdan bildim, aka, aytaymi? Bilsiz bir SMS bo'lardi. Shu abonent sizdan qo'ng'iroq qilish iltimos qilyapti degan. O'sha SMS kelmay qo'yganidan bildim. Lekin orqasidan boshqa SMSlar keladi. Kreditni to'lab qo'yishingiz kerak. Hozir boyiganmi? Yo'q, battar bo'ldimi odamlar? Shu savolga bitta javob topib qo'yasizlar o'zingizlar uchun. Rahmat, sizlar bilan Husniddin Isroilov bo'ldi.